Assalomu alaykum. Ikra oldi qarindoshlar. Hammalarga mush vaqt xayrli bo'lsin. Gollandiyadagi Abdurim G'aniydan hammalarga salom. Bugun tuyuqsiz naq maydon qilib qoldim. Bu naq maydon qilish asosiy maqsad. Yana 2 kundan keyin, ya'ni 11-ayning 24-kuni buningdan 2 yil burun Urumchida Xitoy tajovuzchi hukumatiningki Xitoy virusini nolga tushirishdan iborat terror siyosatininki natijasida Urumchida Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayondagi bir 20 necha qavatlik bir binoda o't ofati yuz berib 40 necha Uyg'ur bu o'tda kuyib shetilib ketdi. Yakshanba kuni, ya'ni 24-kuni dal mushu Urumchi o't ofati yuz berganliginiki 2 yilligi. 2 yil burun, ya'ni 11-ayning 24-kuni mushu o't ofati yuz bergan vaqtida xalqaro hali dag'dug'liq kuchli g'ulg'ulab biz bu Urumchi o't ofatiga qarshi namoyish qilishdan burun, ya'ni Xitoy demokratchilarimi Urumchi o't ofatini dastlab qilib xalqaro umumyuzlik Uyg'urlar hisslashish qilgan shaklga kirib, har xil faoliyatlarni o'tkazib, sham yoqib, Urumchi o't ofatida kuyib ketganlarga hisslash qilgan nuqtasidan namoyish o'rlashtirgan. Shu mezgildami yani dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar, ba'zi Uyg'ur tashkilotlari bu faoliyatga qatnashib, shu Xitoylar bilan namoyish qilgan ahvollar bo'lgan. Shundan to'g'ri kuchli g'ulg'ula bo'lib ketdi. Biz nima uchun Xitoylar bilan birga namoyish qilamiz, biz buni bormaymiz degandek, ba'zilar bu faoliyatga boramiz degandek qilib, endi g'ulg'ula bo'lib ketdi. Buni hammamiz bilamiz. Shu vaqtlarda men Amsterdam dam maydonida keng ko'lamli bir namoyish o'rlashtirgan. Urumchida yuz bergan o't ofatida banisidan keng ko'lamli namoyishlar, Gollandiyadagi butun tashkilotlar, nurg'un Uyg'urlar kelib bu dam maydonida shunda bir keng ko'lamli bir namoyish bo'lgan. Shunday dunyoga Xitoy tajovuz hukumatiningki Xitoy virusini nolga tushirish bu terror siyosatininki bevosita ziyonkashlikka uchrab shitib ketgan, kuyib shitib ketgan 44 ta qarindoshimiz haqida ochiq bayonot e'lon qilish, haqiqiy sonni oshkorlash, aksiya Xitoy hukumati degandek 10 dak Uyg'ur olmasdan 40 ta ortiq Uyg'ur ekanligida biz dunyoga jakarlashda butun Uyg'urlar kamdan bir namoyish qildik. Ya'ni shu kuni kechda Amsterdam maydonida Xitoy demokratchilari sham yoqib namoyish o'rlashtirgan. Bundan bir qism Uyg'urlar kelgan. Shu yerda biz bayroq chiqarib namoyish qilsak, Xitoylarniki bir qism Xitoylar qarshi qildigani sirt, ya'ni Uyg'urlar qarshi bildirib, shu yerda Xitoylar o'rtasida cho'ng bir to'qinishlar, oxiri bu to'qinishda biz g'alaba qildik. Naq maydonga Xitoy shu buzg'unchilik qilgan Xitoylarni tutqili Gollandiya soqchilari kelib bizning bexatarligimizni qo'g'dab, bu vaqt ko'ringan videolar sotsial mediada kuchli bir inkas paydo qildi. Undan xo'sh, Urumchi o't ofati 2 yil o'tdi. Her yilisi bunu tebriklab kelayotgan, bu yilisi dunyo xarakterlik bu Urumchi o't ofatining 2 yilligini xotirlash va namoyish chaqiriqlarimiz bo'lmadi. Hammamiz ko'rib turibmiz. Faqat bugun Turkiyadagi xalqaro tashkilotlar ittifoqidan, ya'ni Xitoy elchixonasining oldida shu Urumchi o't ofati sababli namoyish qilganligi haqida bir chiqqan e'lonni ko'rdim. Undan boshqa tashkilotlarniki bu vaqtda bir inkas qaytgan bir narsani ko'rmadim. Mana bir hafta burun Gollandiyadagi Xitoylar, shundaqla Xitoyga qarshi tashkilotlar mana uchur yo'llab ekan. Biz Amsterdamda Urumchi o't ofatiningki 2 yilligini xotirlab faoliyat o'tkazamiz. Mush faoliyatga sizni taklif qilamiz, boshqa Uyg'urlarni taklif qilamiz. Shu faoliyatga so'z qilib bergan bo'lsam deb. Shundan men bularga darhol javob bermay, eng avval o'zimizda Gollandiyadagi Uyg'urlar bilan maslahatlashib, eng avval biz bu Urumchi o't ofatida kuyib shitib ketgan 44
Uyg'ur bizning qarindishimiz bo'lgandan keyin biz namoyishimizni o'zimiz o'rinlashtiraylik. Shunday dunyo xarakterlik bu vaqt bir namoyish o'rinlashtiraylik qilaylik deb buni kuchab baqsam hech qanday sado chiqmadi buningda. Har qaysi tashkilotlardan, shundaqlar o'zimiz turayotgan Gollandiyadagi jamoatdan tashkilotlardan ba'zilarda de bu namoyish Xitoylar o'rinlashtirib bormaymiz deb. To'g'ri, Xitoylar o'rinlashtirib bormaylik, unda qilib biz o'zimiz o'rinlashtirish namoyishni. Xitoylar shu yerda qilsa, bizim shu Xitoylar qilgan maydonda bizim qilaylik namoyishni, namoyishning kontrolini biz olaylik deb bu taklifni o'tirib qo'ydim. Xitoylar qilaversin, bizim shu yanada o'xshash vaqtda shu o'rinda bizim namoyish qilaylikmisa, buning qancha odam chiqadi desak, buningga hech qanday inkos yo'q. Shuning bilan men bu tor dunyosida so'zlashga majbur bo'lib qoldim. Xitoylar demokratchilari ben degandek bir Xitoyga qarshi kuchlar bu namoyish o'rinlashtirgan bo'lgan keyin men taklif qilgandan keyin men bularga shart qo'ydim. Shart qo'ydim. Urumchi o'rtasida ko'p shetib ketgan 44 Uyg'ur bizning millatimizdan sizlar shu vaqtida Uyg'urga hisob qilganlik qilib, buni xalqaroda o'zinglarniki oq qog'oz harakatini boshlab boshqa bir shakllarda davomlashtirdinglar. Lekin bu yil namoyishni yana sizlar o'rinlashtirman desanglar, men shartim bor. Birinchisi dedim, chiqargan tashviqotlarning hech qaysiga Xinjiang degan xat ishlatmaysan. Shundaqla Sharq Xitoy ishg'ol ostidagi Sharq Turkiston degan ismni olsa, shundaqla Sharq Turkistonning mustaqilligiga qo'llaydigan so'z iborani ishlatsan. Ashta shartni olib qolsa, bu namoyishga boraman, qatnashma, so'z qilaman. Agar bunda qilmayman deb bultoqidek, ikki yillikdek urushdan chiqarib qolsang, dam maydonida men shu yerda bütün namoyishni bekor qilish uchun men shu yerda sen bilan dishirgan narsa dishman deb buni kaskin dishganning yog'i bular mening fikrimga hurmat qilib, sen nima desang shu bo'lsin dedi. Sen qaysi xil shakllarda bir şey kelib namoyish qatnashib, nima so'zlaysan, qanchalik Uyg'ur qildi, so'zlash biz fursatda so'zlanglar dedi bu narsani. Degandan men dedim, birinchisi o'lib ketgan 44 Uyg'urga, balki undan jiq Uyg'ur bo'lishi mumkin, aniq sanani bilmaymiz-da. Shularga o'zimning chunqur qayg'u hissiyotini ifodalash uchun eng avval Sharq Turkiston davlat marshini qo'yman dedim. Sharqning davlat marshini qo'yib bo'lgandan keyin anakani menga so'zlayman. Söz qilib bo'lgandan keyin anakani boshqalarni so'zlaydi. Mushu meniki shartim. Lekin hech qanday boshqa bir Xitoylar buni qarshilik bildirib qolib qolsa bo'lmaydi. Buning sen ma'laqqa aniq javob berishing kerak desam, bo'ladi, sen nima desang shu dedi. Davlat marshini qo'ydigan bo'ldim. Uning keyinidan shu Urumchi o'rtapidagi oid narsalar to'g'risida bayonot e'lon qildigan bo'ldim buningga. Andan keyin bizning boshqa Uyg'urlarga dedim, kelinglar dedik namoyishga. Bizim uchun o'xshash vaqtda men o'rnalash namoyish maydonidan Xitoylar o'zimiz qilsin, u yerda so'zlar bizim davomlashtiraylik namoyishni. Nimimiz o'lib ketgan, shitib ketgan qarindoshlar bizning qarindishimiz bo'lgandan keyin biz buni igi chiqaylik. Namoyishniki tizginni buloq qo'zib qo'ymay, biz tutaylik namoyishni tizginni desak, hamda degandek buningga inkos qaytarganlar bo'lmadi. Endi biz ba'zi bolalar deydi, biz namoyish qilib nimaga erishaylik hozirgacha? Namoyish qilgan nimaga foydasi bo'ldi deymiz. Unda qolib qolsa, namoyish qilmasak lobbichilik qila oladiganga hammamizniki qo'limizdan kelmaydi. Lobbichilik qilish, lobbichilik qilayotgan tashkilotlar va ular xalqaro cho'ng-cho'ng davlatlarning rahbarlari bilan ko'rishib, parlament a'zolari bilan ko'rishib, tashqi ishlar ministriga kirib rasm tushgan bir ish bo'lib ketmadi. Yo vatanni bir Uyg'urni qutqizamidik, yo erkak qilib to'xtamadik. Lekin biz namoyish qilgan bilanmi, cho'ng bir ishni ta'virlamasakmi, shu yerda Xitoy tajovuzning irqiy qirg'inga uchragan xalqimizning ovozini olmaymiz. O'zimizdagi Xitoyga bo'lgan qarshilik harakatimizniki uzilib qolmaganligini, izchil Xitoy hukumatiga qarshi harakat qilish orqali Xitoy hukumatiga bosh egmaydiganligimizni, chet el o'zimizniki tish turib Xitoy tajovuz hukumati oxiri oddiy kurash qilgan irodamizni dunyoga anglata olamiz buni. Endi hammadan aniq qilsak, uning bo'ldi ekan, ma'ni qilsak bir amaliy bir narsa erishamidik deb qoqshash bilan hech ishimiz hal bo'lmaydi. Hech ishimiz hal bo'lmaydi. Ya o'zimiz o'rinlashtiraylik namoyishni, yoki bo'lmasa boshqa o'rinlashgan namoyishga berish uchun shartimizni o'tirib qo'yib, berish orqali namoyishniki tizginni o'zimiz tutaylik, ularniki qalaymaqon harakat bo'lishiga oldini olaylik. Hamkorlik hammadan muhim. Hamkorlik hammadan muhim. Yolg'iz Uyg'urlar namoyish qilish qilsam bo'ladi.
Başqa Xitoyga qarshi kuchlardan birlashib namoyish qilsa, uning ta'siri teqdan boshqacharoq bo'ladigan gap. Shunga biz Urumchi o'tapida shitilib ko'yib ketgan 40 necha Uyg'ur qarindoshimizga igish qilishni Xitoyga tashlab bermayli, Xitoy demokratchilarga. Uni biz o'zimizning tizginiga olaylik. Nima uchun Xitoylar har yilisi Urumchi o'tapini xotirlaydi, tabriklaydi? Nima uchun dunyoning hamma yer o'xshash vaqtda sham ko'ydirish orqali shu Uyg'urga istash qilganligini bildirdi deb buni otib bir siyosiy suiqasd bor. Bunimi diqqat qilaylik. Bu siyosiy suiqasdga. Bu siyosiy suiqasd nima deganda shu mezgillarda Urumchi o'tap yuzurib ketgan vaqtida Xitoylar Uyg'urlarga istash chiqqanini bana qiliblarki oq qog'oz harakatini boshlab ketgan. Buni hammamizdan xabari bor. Oq qog'oz harakati boshlagan vaqtimizda başlab Xitoylar bir inqilob xarakterlik bir harakat boshladi. Lekin bu harakatning oxiri natijalik bo'lmadi. Xitoyning ichki qismidami, Xitoy o'lkalarida, Beyjingda, Shanxayda bu harakat ergashganlar bo'ldi. Ammo Xitoylar o'zining degan niyatiga yetolmadi. Ammo mushu narsniki oriq ko'rinishi Urumchi o'tapida vafot bo'lib ketgan, shidib ketgan qarindoshlar bevosita tutashganligi uchun Xitoylar shuni har yil tabriklash orqali o'zining boshida bir faoliyatlarni ep bag'alarni xotirlaydi. Unda biz hech xotirlamaymiz. Namoyish qilmay uyda o'tirsak, yo to'g'ri bir ikki qog'oz bir narsa yozib qo'ysak, yo bir rasm baqirlab qo'ysak, uni nima qila olamiz? Shunga shu maydonga chiqib o'zimizdagi qarshiligini bildirishimiz kerak. Namoyishni Xitoyga tashlab bermayli, ash maydonga chiqib o'zimizniki haqqoniy so'zlarini qilish orqali shularniki yurkiga bizim deydigan gap dish orqali shularni biz beoram qilaylik, Xitoy tajovuzchilarni beoram qilaylik. Shunga har xil gap so'zlar bo'lib, namoyish qilganning nimaga foydasi bor? Xitoy o'rlashgan namoyish qilgan nimishqa bordi Abdurim Obo degandek, hech qanday bir foyda kelmaydigan, faqat ichki ixtilof sabab bo'lgan gap so'zlarni ozroq qilaylik. Men deb qo'ydim, meningki Xitoyga o'rashgan har qanday partiyaga birishimniki shartim aniq. Birinchisi men so'z qilish fursati bergan vaqtida Sharq Turkiston davlat marshini qo'yman, unikini bayroqni bir qo'lim tutib turib, shu kungi namoyish munosabatli mazmunlarni so'zlab bayonot e'lon qilaman. Shunday shu namoyish qatnashgan Uyg'urlarniki kim so'z qilmasa, ashta so'z qilish fursati mashada yortiman bu narsanikini. Bu yil 10-yilning Xitoy davlat bayramidagi 75 yilligiga qarshi namoyishda mashaka Uyg'urlarniki hammasiga so'z qilish fursatini oldik. Ya'ni shu maydon asosida Uyg'urlar biz kontrol qildik. Xitoylar o'z o'rlashtirgan bo'lsa-mi. Shunga bu qatimliq Urumchi o'tap namoyishining asosiy tizginini biz o'zimiz tutimiz uchun asha ko'plab Uyg'urlar bo'lishimiz kerak. Men o'sha o'xshash kunda, o'xshash vaqtda Dam maydonida namoyish qilishga iltimos sunaman. Shuning uchun şu vatandagi qarindoshlarimizniki ahvol zarni, echirishlik holatini dunyo o'ngiltaylik, o'zimizdagi qarish harakatimizni uzib qolmaydiganligimizni xalqaroga, dunyoga izchil anglitib turaylik. Anda bu yana bir masala bor. Tunigi men Facebookda, Twitterda chiqardim. Gollandiyadagi universitetning o'quvchilari bilan yana Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik haqida suhbat o'tkazdik-da bular. Bir proyekt var ki şu projektga temisi şu Uyg'urlar haqidagi. Bular bir necha kun bilan aloqalashgan, sen bilan bir intervyu qilgan bo'lsak, deb kelib oqshom kechki keldi. Ularla intervyu qildik, bir necha xil temalarda paranglashdik. Shu temalarning ichida shu diqqatni tortgan nuqtadan birisi ular mendan savol so'radi. Amsterdamda deydi, Dam maydonida shunday bo'lgan hamma yerda hozir Falastinni qo'llab Isroilga qarshi namoyishlar shu qadar avjab ketdi deydi-da. Hatta bu namoyish qilayotganlarning ichida Falastinliklar ko'p yo'q, ko'pinchisi qilayotganlar Gollandiyaliklar, Turklar, ham Arablar, ham boshqa Falastin istoshlik qilgan insonparvar insonlar deydi. Bular izchil namoyish qilayotgan dunyoning hamma yer namoyish qilish orqali Falastin davosini xalqaro hozir eng kuchli bir davo shaklga keldi. Yani bu Uyg'ur qirg'inchiligini butun dunyo hozir bildi. Xalqaro bu Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qildi. Ammo nima uchun bu Uyg'ur qirg'inchiligini qo'llaydiganlar, Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi harakat qiladiganlar Falastindagidek ma'qilish xalqaro bir kuchlab shakllanadi yoki g'ulg'ul qo'zg'ayanmidi degandek bu nuqtada birdan o'rtoqlashdik-da bular bilan. Aka bularga dedim, bu haqda o'zini ko'z qarashini o'tirib qo'yib baq dedim-da men. Men so'zlashdim bir avval o'zini ko'z qarashini o'tirib qo'yib baq desam, buni o'zlikka ko'z qarashini o'tirib qo'ydim.
endi Falastinninki davosini qo'llaydigan nurg'un davlatlar bor. O davlatning nimalari bor, ular iqtisodi nimasi yaxshi, shuning uchun buni yaxshi olib keta oladi. Ularning nimasi organizasiya faoliyati nihoyatda bir sistemli holatda. Ular bularmuş universitetlarda o'quvchilarni ko'plab tashkil qilish orqali shularni qo'zg'atyotdi. Unda qas Uyg'urlarcho deganki, mendan Uyg'urlarimizniki birinchidan mayli gollarni deb qasdi dona har qaysi yerda qolib qolsin, Uyg'urlarniki nopos oz. Bizning o'ltiraqlashgan noposimiz Uyg'urlar oz. Ikkinchisi Xitoyning quli dunyoning hamma yeri kuchli bo'lgan bo'lg'achqa Uyg'urlarni qo'llayotgan shu yerki yerliklar bo'lib qolib qolsin, boshqa millatlar bo'lsin, ular har xil tahdidlarni qilish orqali Uyg'urlarga qo'llab Xitoy tajovuzga qarshi kurashlarni shu joyida yo'q qilib o'tish uchun nurg'unlagan ilmiklarni ishlatyotdi. Tahdid qilish orqali Xitoyniki bu quli dunyoning hamma yeri ushlayotdi. Bu bir sebep, yana birisi biz Uyg'urlarni izchil bu faoliyat olib bormayapmiz degandek boshlamdi-da. Bu shu qadar Uyg'urlar yoki Gollandiya dunyoning hamma yerda nima uchun Uyg'urlarni o'xshash bir kun dunyoning hamma yerda ishlar chiqish orqali Xitoyga qarshi namoyishlar qilish orqali shu yerli xalqlarning o'zining sepiga qo'shilishga harakat keltirolmaydi. Bu bir sababni sizlar avval boshqalarni kurashdan bir avval o'zinglarni kuranglar, shu maydonlarga Uyg'urlar to'kilib ketish kerak deydi. Demisim to'g'ri. Bulayotgan qirg'inchilik bizning beshimizga qirg'inchilik, bu qilish elib bo'layotgan eng kuchli bir kuch Xitoy tajovuzchilari. Biz ojiz bo'lsakmi, o'zimizning izchil harakat orqali Xitoyga qarshi, o'zimizning qarshilik bildirish orqali atrofdagi yerliklarni olib qolsin, boshqa millatlarni ta'sirlantirish orqali shularni o'zimiz chepiga qo'yish uchun biz harakat etmasak bo'lmaydi. Biz o'tirib namoyish qilganning foydasi yo'q, ona qilganning foydasi yo'q, o'rlashtirib ekan, men bormayman, mana degandek har xil bahona topsak, bidiqo o'zimizning davosiga, o'zimizning nimasiga o'zimiz ega chiqmasak, boshqa millat bizga ega chiqmaydi. Shunga gapning xulosasi chiqsa, 11-ayning 24-kuni kech soat 6dan 7gacha Amsterdam Dam maydonida Urumchi o'taptida kuyib shetib ketgan 40 nech qarindishimizni xotirlash, Xitoy tajovuzchilarining haqiqiy sonini bu o'tapda kuyib ketgan haqiqiy sonini oshkorlash, buning butunlay mas'uliyatini Xitoy tajovuz hukumati ekanligini haqida bayon e'lon qildigan namoyish va bu namoyishga men bir qism plakatlarni yasatdim. Bu plakatlarni ko'tarib aşağı turdiganga odam lozim. Shunga u yerga kelinglar, Xitoylarni qilsin, bizmi qilaylik, birlashib Xitoy tajovuzga qarshi o'zimizniki bir kuch ekanligimizni oshkorlaylik. Shundaqla butun dunyodagi har qaysi davlat tashkilotlarniki aktiv harakat qilib, Urumchi o'tapda shetib ketgan 40 necha qarindishimizni unutib qolmaylik, shularni xotirlab namoyish qilaylik. Bu orqali o'zimizniki irodasini, Xitoy tajovuz tizimi irodasini ifodalaydi. Shuning bugungi suhbatimiz asosiy temasi mushu Amsterdam Dam maydonida, ya'ni yakshanba kuni 24-noyabrda soat 6dan burun 5:30 bilan shu Dam maydonida kurashaylik. Hammamiz o'zimiz xohlagan shu Urumchi o'taptiga oid lozinkalarni olib kelsak bo'ladi va yoki boshqa Uyg'ur qirg'inchiligini ifodalaydigan lozinkalarni, Xitoy tajovuzchilariga qarshi har xil shuarlarni, bu Sharqiy Turkistonga mustaqillik, Xitoy sharqdan chiqib ket, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi Uyg'urlarni qutqizib qo'yishning birdan-bir kafolati degandek har xil o'zimiz nima xohlasak shu lozinkalarni yoki bir taxtlarga yozib olib kelaylik, o'zimizniki irodasini bildiraylik, xalqimizga vatanda Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchilik imrayotgan xalqimizning ovozi bo'laydi. Bugungi suhbatimiz shu yerda oxirlashdi. Hammangni 11-24 yakshanba kuni Amsterdam Dam maydonida saqlayman. Amsterdam Dam maydonida ko'rishaylik. Hammamiz Allohga omonat. Videolarni taqib qo'yinglar.